Amerika New York vaqt gazetining to'rida Sharq Turkistonning Qashqar shahri haqida Xitoy bir shaharni qanday qilib turmaga aylantirdi nomli bir ziyorat xotirasi e'lon qilindi. Millionlagan Uyg'urlarning qayta tarbiyalash nomida turmalarga qamalganligiga ishorat qilgan New York vaqt gazeti Qashqarning bexatarlik tekshirishlari, ko'z tush kameralari va jasuslar bilan bir usti ochiq turmaga aylanganligini aytdi. Qashqarni bir necha qatim ziyorat qilganligini bildirgan gazet muxbirlari davomli soqchilarning iz qo'g'lashiga uchirganligini, yerli xalq uchun xavfli bo'lganligi uchun ular bilan ko'rishmaslikni aytdi. Hamda hamiyada 100 metrda birdan qurolliq va qalpoqli soqchilarning navbatda turayotganligini, soqchilarning muxbirlarning yon pullardagi rasmlarni tekshirganligini, sezgur deb qargan rasmlarni o'chirganligini yozdi. Amerikada Sharq Turkiston uchun namoyish o'tkazildi. Washingtonda jam bo'lgan Uyg'urlar va Sharq Turkiston do'stlari Xitoyning Uyg'ur va qozoqlarga qilayotgan dafsandichiliklari va yig'ilish lagerlariga qarshi namoyish o'tkazdi. Shuning bilan birga Hollywood davlatlik birinchi saroyi oldida jam bo'lgan yuzlarcha kishi Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Yana bir tarafdan Qozog'istonning Olmata shahridagi Uyg'urlar Sharq Turkistondagi zulmda va Barin inqilobida shahid bo'lganlarni xotirlash faoliyati o'tkazdi. Faoliyatda Qur'oni Karim o'qildi va Sharq Turkistondagi zulmlar tunishtirildi. Saudiya Arabistonining sharqidagi Katf shahridagi Qadriya bexatarlik nuqtasi bomba hujumiga uchirdi. Markaziy Dubayda bo'lgan Al Arabiya televiziyasining xabar qilishicha, hujumni 4 kishi ipag'an bo'lib, Saudiya bexatarlik qismlari 2 kishini etib o'ldirgan, 2 kishini qo'lga olgan. Amerika Afrika qismlari qo'mondonlik shtabi Liviyadagi qalaymuqonchilik sababli bu davlatdagi Amerika kuchlarining vaqtliq chekinganligi bildirildi. Liviyaning sharqidagi qurolli kuchlarning rahbari general Xalifa Xaftar 4-aprel Trablusni qo'lga tushirish uchun harakat qilayotganligini e'lon qilgan edi. Trablus atrofida shiddatli to'qinishlar davomlashmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump Davlatlik Yahudi Cumhuriyetçiler İttifaqı'nın Las Vegas'taki yığınıda söz qilganda yosh Amerikalik Yahudilar nomli ommaviy tashkilotning a'zolaridan tashkil topgan bir to'p kishi Trumpga qarshi namoyish o'tkazdi. Trump Las Vegas'taki Isroiliya tarafdorlari deb qaralgan bu tashkilotning yig'inida so'z qilganda namoyishga duch keldi.